Vena ichiga suyuq dori ketkazmasa qo'yni joyiga tushmaydi xalqimizni. Bizning xalqimizda nimagadir rentgenni yomon ko'radi. Nurlanadi deydi. Lekin bolasiga telefon berib qo'yadi. Tinch o'tirsin, chakaga o'chsin deb. Bola 4-5 soat telefon o'ynaydi. Undan chiqayotgan nur bilan ishi yo'q, bola rentgen qilsa nurlanadi deyshadi. O'pka rentgeni qilingandan keyin pnevmoniya aniqlansa, bolaga mutlaqo vena ichi tomchi dorilar mumkin emas. Lekin bir xillar juda ham aqlli bo'lib ketgan. Bola kasal bo'lsa, voy palonchapa olib borib yurmang. Hozir o'sha pediatr 10 ta dori yozib beradi. Men bilaman. Ana palonchining nevarasiga 3 kun kapelnitsa qo'yuvdim, zig'ir bo'lib qoldi. O'zim kapelnitsa qo'yaman, otdek bo'ladi deydi. Otdek bo'lmaydi, xor bo'ladi. Rasvo qilib berishadi bizga. O'rta tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan hamshira bolani davolash huquqiga ega emas. Hatto tibbiyot institutida o'qib turgan talaba ham bolani davolash huquqiga ega emas. Bolani o'pkasini eshitish uchun bir necha yil biz urush eshitganmiz ustozlardan. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzu kasallik emas, qaysidir kasallikning tahlili emas, balki kasallikni davolashda ayrim vrachlar va tibbiyot xodimlari tomonidan yo'l qo'yilayotgan xatolar. Bilasizlar, bizning o'zbek xalqi, nafaqat o'zbek xalqi, balki oldingi SNG davlatlari, oldin Soyuz deyilardi. Nimagadir bizda shu narsa bor, ya'ni bemor bo'lgandan keyin kasallik boshlangandan keyin albatta nutrivenniy, ya'ni vena ichiga suyuq dori ketkazmasa qo'yni joyiga tushmaydi xalqimizni. Nimaga bilmayman. Bir xil paytda vena ichiga yuborilgan suyuqliklar faqat bolani og'irlashishiga imkon yaratadi. Shunaqa ahvol bo'ldi. Bir marta emas, bir necha marta bo'ldi. Og'irlashib qolgan bolani olib kelishdi. Albatta qaysi xususiy shifoxonaga olib borilganligini men aytmayman. Men maqsadim kimnidir qoralash emas, o'zimni maqtash emas, odamlarga yordam berish, ularni ogohlantirish. Bolada isitma bo'layotganda, bolangiz o'pkasida bor desa, albatta rentgen qildirishdan qochmaylik. Bizning xalqimizda nimagadir rentgenni yomon ko'radi. Nurlanadi deydi. Lekin bolasiga telefon berib qo'yadi. Tinch o'tirsin, chakaga o'chsin deb. Bola 4-5 soat telefon o'ynaydi. Undan chiqayotgan nur bilan ishi yo'q, bola rentgen qilsa nurlanadi deyshadi. Rentgen albatta qilish kerak va bolaga 1 yilda 2 va 3 martagacha rentgenografiya, o'pka rentgenografiyasi mumkin. Oldingi davrda ham eslaylar, 60-70-80 yilda tug'ilgan odamlar maktabga 1 yilda 2 marta kelib fluorografiya mashinasi bo'lardi. Katta gruzovoy kelardi. O'sha yerga chiqib hamma ko'krak qafasini rentgen qildirardi. Ya'ni tuberkulyoz va boshqa kasalliklar profilaktikasi sifatida bu narsa qilingan. O'pka rentgenografiyasi bolani o'ldiradigan, og'irlashtiradigan muolaja emas. Qaytaga pnevmoniya boshlangan bo'lsa aniq bilasizlar va pulmonologlar ham meni fikrimga qo'shiladi degan niyatdaman. O'pka rentgeni qilingandan keyin pnevmoniya aniqlansa, bolaga mutlaqo vena ichi tomchi dorilar mumkin emas. Mumkin emas kapelnitsa qo'yish. Vaholanki klinikada 3 kungacha bolaga 12 kilo og'irlikdagi vazndagi bolaga 3 kungacha 150, 180, 200 millilitrgacha vena ichiga renger, askarbinka, dexamethasone aralashmasi yuborilgan. Analgin dimidrol yuborilgandan keyin bola biroz yaxshilanganga o'xshayvergan. Ertasiga xursand bo'lib ota-ona olib boravergan. Va bu bolacha og'irlashgan holda menga olib kelishdi. Afsuski bolaning ahvoli og'ir edi. Bolnitsaga yuborishga majbur bo'ldim. Zangata shifoxonasiga yubordik va 9 kunda bola tuzalib chiqdi. Xudoga shukr tuzalib chiqdi, lekin tuzalmaganlari ham bo'ladi. Bolani albatta vrach ko'rigiga olib boringlar. Xususiy klinikaga olib bora olmasanglar, davlat poliklinikasida ham o'pkasini eshitib berishadi. Topib berishadi o'sha pnevmoniyani, o'sha bronxitni. Yana ko'pchilik hammani qaysidir mahallada, hamma mahallada medsestralar bor. Xudoga shukr, mayli. Doktor nazarcheniya qilib bergandan keyin ular vena ichiga bizga nutrivenniy inyeksiya qilib yordam berishadi. Lekin bir xillar juda ham aqlli bo'lib ketgan. Bola kasal bo'lsa, voy palonchapa olib borib yurmang. Hozir o'sha pediatr 10 ta dori yozib beradi. Men bilaman. Ana palonchining nevarasiga 3 kun kapelnitsa qo'yuvdim, zig'ir bo'lib qoldi.
olib bormang doktorga, o'zim kapelnitsa qo'yaman, oddiy bo'ladi deydi. Oddiy bo'lmaydi, xor bo'ladi, rasvo qilib berishadi bizga. Ну, конечно, bu subordinatsiyani buzish emas, lekin o'rta tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan hamshira bolani davolash huquqiga ega emas. Hatto tibbiyot institutida o'qib turgan talaba ham bolani davolash huquqiga ega emas. Bolani o'pkasini eshitish uchun bir necha yil biz urush eshitganmiz ustozlardan. Eshitolmayapsan, farqlolmayapsan deb. Iltimos, bolani og'irlashtirib qo'ymanglar. Albatta, yoki больницаga olib bora olmaysizlar, poliklinikaga olib bora olmaysizlar, tez tibbiy yordam chaqirsanglar, o'sha feldsher kelgan taqdirda ham sizlarni kerakli joyga eltib beradi. Vena ichiga bilar bilmas kapelnitsalar olmanglar. Iltimos.